Oyatni qarang. Inna min azwajikum va auladikum aduwwan lakum. Ey mu'minlar, albatta juftlaringiz va bolalaringizdan sizlar uchun dushman bo'lganlar ham bor. Bas ulardan ehtiyot bo'ling. Xotining, bola chaqang dushmanlik qiladigan joyi bor. Ehtiyot bo'l deydi. Qanaqa dushman bo'lishi mumkin? Tafsir ulamolari aytishadiki, bu dushmanlik hayotdagi, kundalik holatdagi dushmanlik emas, balki oqibat, natijadagi dushmanlik. Nima degani? Bir o'lim soati keldi. Haromni yegan, shu xotin tofga, abga, ber, qiber, etber, yetber doğurgan, shu xotinning talabini qanoatlantirish uchun halolni ham topgan, haromni ham topgan. Halolni ham yegan, haromni ham yegan. Mana endi dunyodan chiqib ketayotgan paytda mana shu xotinini qilgan talabi, mana shu xotinini qilgan fe'lini deb haromni yeb jahannamga loyiq bo'lib ketyapti. Erni xotinga dushmanligi, xotinning erga bo'lgan dushmanligi, adovati dunyodan chiqib ketayotgan paytda bilinar ekan. Shuning uchun ayollarda eng yaxshisi, eng barakotligi eriga yuk qo'ymaydigani, erini toqatidan oshgan narsani talab qilmaydigani, kam chiqimroq bo'lgan ayol.